Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlarga media savodxonlik va axborot madaniyati fanidan navbatdagi dars mashg'ulotimiz bo'lib o'tadi. Bu darsdan men Milliy g'oya va falsafa kafedrasi o'qituvchisi Boltayeva Ma'mura Baxtiyorovna bo'laman. Bugungi mavzumiz xorijiy ommaviy axborot vositalarining media makondagi o'rni deb nomlanadi. Va o'sha mavzuni bizga ochib beradigan bir qator rejalarimiz mavjud bo'lib, bu rejalarimizning birinchisiga The New York Times, The Times va Sabah gazetalar tarixi, ikkinchisi Rossiya radiosi, Amerika ovozi, teleradio kompaniyalari ma'lumotlarni tahlil qilish bo'ladi. Demak, birinchi rejamizga asosan The New York Times gazetasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu gazeta eng ommabop va nufuzli Amerika Qo'shma Shtatlarining kundalik nashri hisoblanadi. Amerikaning boshqa gazetalari singari The New York Times ham mahalliy nashr sifatida tashkil topdi. Biroq mahalliy ommaviy axborot vositalarining konsepsiyasi gazetaning butun dunyoda ham nufuzli gazetaga aylanishiga to'sqinlik qilmadi. Gazetada 1851-yil, ya'ni o'sha gazetaga 1851-yil 18-sentyabrda asos solingan bo'lib, bugungi kunda gazetaning nashri, ya'ni adadining soni 1 milliondan oshadi. 2022-yilda dunyo bo'ylab aynan shu gazetaning obunachilari va o'quvchilari soni 742 mingni tashkil qilib, ular pullik bosma obunachilaridan tashkil topgan va 8,6 milliondan ortiq obunachilari pullik raqamli nashrlarga obuna bo'lishgan. Shuningdek, u The Daily kabi mashhur podkastlarni ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. 1851-yilda asos solingan bo'lib, The New York Times kompaniyasi tomonidan nashr etilgan. The Times 132 ta Pulitzer mukofotini qo'lga kiritdi. Bu mukofot aynan ommaviy axborot vositalari uchun beriladigan mukofot hisoblanadi va juda ham nufuzli mukofot hisoblanadi va har qanday gazetalar orasida eng ko'p va uzoq vaqtdan beri milliy rekord gazetasi sifatida e'tirof etilgan. Chop etish bo'yicha u dunyoda tiraj bo'yicha 18-o'rinda turadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa 3-o'rinda turadi. Gazeta shtab-kvartirasi Manhattan shtatidagi Times Square'dagi The New York Times binosida joylashgan. Aynan mana shu rasmda ko'rishimiz mumkin bo'lgan gazetaning oldingi ko'rinishlari va bugungi kundagi ko'rinishi. The New York Times, The Times of India va bu yerda The Korea Times gazetalari ko'rsatib o'tilgan. Endi bevosita tarixga nazar soladigan bo'lsak, Turkiy ommaviy axborot vositalarining tarixi Usmonli imperiyasining so'nggi 10 yilliklariga borib taqaladi. Birinchi turk gazetasi voqealar taqvimi, ya'ni Taqvimi Voqei deb nomlangan bo'lib, u 1831-yilda nashr etilgan. Radikal islohotlarning ushbu davrida ommaviy axborot vositalari, gazetalar va boshqa davriy nashrlar amalga oshirilayotgan o'zgarishlarning mohiyati to'g'risida keng auditoriyani xabardor qilib, alohida ahamiyat kasb etgan. 1831-yil 25-iyulda birinchi Usmon gazetasi turk, arab va fransuz tillarida chop etilgan va ko'rib turganingizdek, aynan shu gazetaning ko'rinishi xuddi shunday bo'lgan. Endi bugungi kundagi Turkiyadagi gazetalardan bir Aksham kundalik milliy turk gazetasi hisoblanadi. Bu Murat Kelkito'g'li boshqaruvida bo'lib, Turk media tomonidan chop etilgan Tongi nashr hisoblanadi. 1918-yil 20-sentyabrda Nejmiddin Sadaq tomonidan asos solingan. Gazetani mana o'sha Nejmiddin Sadaq gazetani tashkil etishda u aynan shu gazetani sarmoyasi uchun 200 turk lirasi sarflagan. Uzoq yillar Nejmiddin Sadaq Sivas Shmovini tashqi ishlar vaziri bosh muharriri uzoq yillar davomida Nejmiddin Sadaq bosh muharrir bo'lib ishlagan. U shungacha Sivas muomini bo'lgan, tashqi ishlar vaziri bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi yillarida kechki gazeta muharriri Nejmiddin Sadaq fashistlar Germaniyasiga yaqin aloqasi borligi bilan ko'pchilikning e'tiboriga tushadi. Chunki bunga sabab nemislar Sadaqqa Mercedes avtomashina sovg'a qilgan va Germaniyaning Turkiyadagi elchixonasi uning qimor o'yinlaridagi qarzlarini tez-tez to'lab turardi deb taxmin qilishgan.
Sabah gazetasi bo'lsa, bu turklarning ertalabki gazetasi hisoblanadi. O'zi sabah so'zi ham turkchada ertalab degan ma'noni anglatadi va Turk kundalik gazetasi 1985-yil 22-aprelda Izmirda turk tadbirkori Dinch Bilgin tomonidan tashkil etilgan. Mana rasmda ko'rishingiz mumkin. Turkiyaning eng iyi gazetasi shiori ostida ishlashadi va 1997-yil yanvar oyida ishga tushirildi. Amerikaning The New York Times gazetasi The New York Times International Weekly jurnalidan turk tiliga tarjima qilingan maqolalarni nashr etish uchun Sabahni tanladi. Sabah Germaniyada, Sabah Deutsch nomi bilan nemis tilida va Sabah Yevropa nomi bilan turk tilida, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida Daily Sabah nomi bilan ingliz, nemis va arab tillarida nashr etiladi. 21 ta umummilliy gazetasining o'rtacha umumiy tiraji 4 million nusxaga yetdi. Aksariyat nashrlar o'z ishlarida eng zamonaviy dunyo texnikasi va texnologiyalaridan foydalanishlarni boshlashadi va mana ko'rib turganingizdek aynan shu Sabah gazetasining ko'rinishi. Endigi ma'lumotimiz aynan Amerika ovozi xalqaro jamoat radio kompaniyasi va uning kiruvchi radiostansiyasi hisoblanadi. Amerika ovozi faoliyati eshittirishlar bo'yicha boshqaruvchilar kengashi tomonidan muvofiqlashtirildi. Amerika ovozi radiostansiyasi birinchi marta 1942-yil 24 fevralda efirga chiqdi. Amerika ovozi eshittirishlari qariyb 50 tilda, shu jumladan o'zbek tilida ham xabar beriladi. Radiostansiyalari AQShning o'zidan tashqari Buyuk Britaniya, Germaniya, Gretsiya hududida, Osiyo va Afrikaning bir qator mamlakatlarida joylashgan. 1990-yil dekabrda Rossiya radiosi Butun ittifoq radiosining birinchi dasturi bilan birga, ikkinchi radio kanalda Mayak radiosi bilan birgalikda va uchinchi radio kanalda Butun ittifoq radiosining uchinchi dasturi bilan efirga chiqdi. Dunyoning yetakchi davlatlari har doim tashqi siyosatni axborot bilan qo'llab-quvvatlash masalalariga jiddiy e'tibor berishgan. Biroq so'nggi 10 yilliklarga davlat idoralari uchun bu muammo yanada dolzarb bo'lib qoldi va bir qator omillarga bog'liq. Jahon media makonida axborot tarqatuvchi ommaviy axborot vositalari 1980-yillarda tuzilgan CNN, ya'ni The Cable News Network kompaniyasi bugungi kunda 24 soat davomida axborot uzatish bilan shug'ullanadi. Hozirda CNN tarkibida yangilik tarqatish bilan shug'ullanadigan 14 ta kabel va Sputnik kanallari, 2 ta radiostansiya, 6 ta internet sayti va xorijiy mamlakatlardagi 37 ta byuro faoliyat ko'rsatmoqda. CNN yangiliklari 38 ta kosmik yo'ldosh signallari yordamida uzatiladi. Uni 212 ta mamlakat va hududdagi 1.5 milliard odam bir vaqtning o'zida ko'rish imkoniga ega. 1991-yilning yanvarida aynan CNN yordamida Fors ko'rfaziga olib borilgan harbiy harakatlar to'g'risida to'g'ri teleefirga olib berildi. 2001-yilning 11-sentyabrida terrorchilik amaliyoti haqidagi telesey shu kompaniya harakati tufayli butun dunyoga voqea sodir etib to'g'ridan to'g'ri uzatib turildi. Keyingi navbatdagi ommaviy axborot vositamiz bu BBC, ya'ni Buyuk Britaniyadagi ijtimoiy tarqatuv korporatsiyasi hisoblanadi. 1927-yil Londonda tashkil etilgan 5 ta dastur siyosat, iqtisod, biznes, madaniyat va sport bo'yicha radio eshittirishlar berib boriladi. Chet elga eshittirishlar BBC umumjahon xizmati kecha-yu kunduz 24 soat ingliz va 40 tildan ortiq xorijiy tilda berib, BBC O'zbek tahririyati 1994-yil noyabr oyida tashkil etilgan eshittirishlar o'zbek tilida olib boriladi. Demak,